Bugun 3 ta bolada adenoid operatsiyasini qildik. Uchalasida ham 3 xil muammo. Birinchisida quloqiga suv yig'gan. Buni eksudat deymiz. Bu suv quyuqlashib qolgan, quloqga asorat berganning hisobiga. Ikkinchisida nafas buzilgan. Ya'ni nafas olishga juda ham qiynaladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, nafas haqiqatan ham buzilganning hisobiga og'zini ochib yotadi. Og'zini ochib yotgandan keyin tish qatori buzilgan, prikuslari buzilib ketgan. Qarang, bitta adenoid 3 xil muammo. Uchalasiga ham 3 xil yondashish kerak bo'ladi. Ota-onasi vaqtida qaratgan, keldi, qulog'ini tekshirdik, adenoidlarini tekshirdik, eksudati borligini aniqladik va 15-20 daqiqaga bolani uxlatib, adenoidlarini tekis qilib olib, qulog'idagi suyuqlikni chiqazib, operatsiya paytida aniqlaymiz, bu suyuqlik quyilib qolgan bo'lsa, o'tga shunt qo'yamiz. Ikkala qulog'iga ham shunt qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa bu shunt 3 oydan 6 oygacha turadi va qulog'ini yaxshi bo'lib ketishiga sababchi bo'ladi inshaalloh. Asosiy bo'layotgan muammo adenoid muammosini hal qildik, olib tashadik. Burun bilan quloqni ulaydigan kanalni yo'lini ochib qo'ydik. Xudo xolasa muammo bartaraf bo'ladi.